Isroilning havo hujumiga qarshi raketalari tugamoqda. Amerika zaxiralar kamayib borayotganidan xabardor qilingan. Mojaro boshlangan vaqtda ham tutib oluvchi raketalar zaxirasi cheklangan edi. Chunki 2025-yilda bo'lib o'tgan 12 kunlik Eron-Isroil urushi vaqtida u qisman sarflab yuborilgan. Eronning kassetali o'q-dorilardan foydalanayotgani Isroil resurslarining yanada tezroq kamayishiga sabab bo'lmoqda. Tramp Putinni Zelenskiydan ustun qo'ydi. Amerika prezidenti Donald Tramp Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy bilan kelishuvga erishish Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan kelishishga nisbatan ancha qiyin ekanini bildirdi. Bu haqda u NBC News telekanaliga bergan intervyusida aytgan. Trampning ta'kidlashicha, u Zelenskiyning kelishuv tuzishni istamayotganidan hayratda. Zelenskiy nega kelishuv tuzishni istamayotganidan hayronman. Zelenskiyga aytinglar, u kelishuv tuzsin, chunki Putin kelishuvga tayyor degan Tramp. Nashrning yozishicha, Trampning bu bayonotlari Rossiya neftiga nisbatan qo'llangan ayrim sanksiyalar yumshatilganidan keyin jahon yetakchilari tomonidan bildirilgan tanqidlar ortidan yangragan. Washington bu qadamni jahonda neft narxlarining keskin oshishini yumshatish maqsadida amalga oshirgan. Mart oyi boshida Vladimir Zelenskiy Ukraina harbiylarining Rossiya dronlarini yo'q qilish tajribasidan foydalanib, Amerika va uning ittifoqchilariga Yaqin Sharqda Eron dronlarini tutishda yordam berishni taklif qilgan edi. Biroq Tramp intervyu davomida bizga yordam kerak emas deb javob berib, bizga yordami kerak bo'lmagan eng oxirgi odam bu Zelenskiy deb qo'shimcha qilgan. Tramp Eron bilan muzokaralardan bosh tortdi. Amerika prezidenti Donald Tramp Eron bilan muzokaralar boshlash bo'yicha Yaqin Sharq davlatlari takliflarini rad etdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Agentlikning ma'lum qilishicha, Oq uyning yuqori lavozimli amaldori Tramp barcha muzokara tashabbuslarini rad etganini va asosiy e'tiborni Eronning harbiy salohiyatini yanada zaiflashtirish maqsadida urushni davom ettirishga qaratganini tasdiqlagan. Shu bilan birga, 2 nafar yuqori lavozimli eronlik amaldor nashrga Eron Amerika va Isroil zarbalari to'xtamaguncha o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lmasligini bildirgan. Ularga ko'ra, mojaroni hal qilish uchun bir necha davlatlar vositachilik qilishga urinib ko'rgan. Manbalar ma'lumotiga ko'ra, muzokaralarda avval ham vositachilik qilgan, Ummon bir necha bor tomonlar o'rtasida muloqotni tiklashga harakat qilgan. Biroq Oq uy bunday tashabbusga qiziqish bildirmagan. Eronlik manbaning aytishicha, mamlakatning xavfsizlik masalalari bo'yicha bosh vakili Ali Larijoni va tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi ham Ummon orqali o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralarni tashkil etishga uringan. Ushbu muzokaralarda J.D. Vance ishtirok etishi mumkin edi, biroq bu uchrashuvlar amalga oshmagan. Tramp Eron bilan faqat uning taslim bo'lishi haqidagi kelishuvdan boshqa hech qanday bitim tuzilmasligini bildirgan. Keyinroq u Axios nashriga bergan izohida, agar Eron taslim bo'lishini e'lon qilsa yoki urushni davom ettirish imkoniyati qolmasa, bunday holat yuz berishi mumkinligini aytgan. Amerika va Isroil tomonidan Eronga qarshi harbiy operatsiya fevral oyi oxirida boshlangan. Mojaroning dastlabki kunlarida Oyatulloh Ali Xomanai halok bo'lgani xabar qilingan. Ma'lum qilinishicha, Eron yadroviy dasturi bo'yicha Amerika bilan so'nggi muzokaralar 26 fevral kuni Jeneva shahrida bo'lib o'tgan. Bu uchrashuvdan ko'p o'tmay, Amerika va Isroil Eronga qarshi harbiy operatsiya boshlagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq katta yettilik mamlakatlarning yetakchilari ham Trampni Eron urushini tezroq tugatishga chaqirgandi. Mushtaba Xomanai Putin saroydagi shifoxonada davolanmoqda. Al Jazeera Eron oliy rahnamosini Moskvaga ko'chirish uchun maxsus operatsiya o'tkazildi. Bu taklif shaxsan Putinga tegishli ekani aytilmoqda. Mushtaba Xomanayning xalqqa qilgan so'nggi murojaati esa eronlik boshqa bir amaldorga tegishli bo'lishi mumkin.